Qahramon Bahodir. Hokimimiz o'rinbosari Akmal aka Savurbayev chaqirib, 3 ta bolacha bilan treningovga boshladik mashg'ulotlarni. O'rinli savol. Telefon degan narsani bolani 11 yoshidan, 10 yoshidan, 12 yoshdan qo'liga berib qo'ygan. Pulini bersak boraveradi-da degan g'oya bo'lishi mumkin-da, lekin birinchi o'rinda menimcha baland turadi. Sharhlovchilikka o'zimning faoliyatimni burmoqchiman. Abduqodir Husanov qarang, Instagramga uncha post qo'ymaydi. Chunki dadasi nazorat qiladi. Bu gal futbol haqida gaplashamiz. Tezligi past, tovonda yuguradi. Murabbiylardan o'rganganlaringiz hozirgi kunda sizga nima beryapti? Birinchi navbatda o'zimiz mana Jizzaxli ustozimiz Davron aka Fayziyev. O'yinda yutqizsang yutqiz, lekin hech qachon hayotda yutqizmadim. Gaplarimiz yoqmaydi. Ko'rsam ko'plarini tuflida yuradi. Shu masalani aytaman deb keladilar. 6 oydan burun keladigan bolachalar bor. Men na onasini taniyman, na otasini taniyman. Amin qilardilar, duo bilan biz o'yinga chiqardik. Bu loyiha nima beradi kelajakda? 5 kunda Talantli bolalar bo'lsa, hech qanaqa undan to'lab olinmaydi. Ammo ota-ona juda aqlli insonlar. Kiyimini ham qilamiz qo'ldan kelgancha. YouTube platformasida katta klublarda murabbiy sifatida ko'ra olasiz. Meni ham niyatim katta klublarni boshqarish. Yo natija bo'ladi, yo bahona bo'ladi. Chunki mana boshimda do'ppi, O'zbeklar uchun til o'rganish ish emas-ku, xudo xolasa. aniq faktga asosan javob berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p. Hozirgi kunda men balet qiladiganim Manchester City. Chunki bizda hozir 6 yoshli bolalarimiz fikrlashi o'zi yaxshi, ravon fikrlaydi. Berliji kalina. O'sha mashhur kal. Fantamas laqabimiz. Lekin men bilaman. Yo'q, Paragvayda chilaver. Kamerani oldida gapirish boshqacha ekan, to'g'ri. Ishonchlaringizni oqlash uchun harakat qilamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat. Jo'rayev TV kanalida o'tkazib yubormang.